Chingizxonning qo'shinlari mag'lub qilib yo'qotib o'tgan bir shahar bor do'stlar. Bu shahar dal mana mush ko'zanli ko'rib turgan shahar. Bu ya'ni nurg'a odamlar bildi, lekin qanday ekanligini bilmaydi do'stlar. Qaranglar, qaysinglar bilasizlar? Chingizxon zamonasida 1218-yili Qara Xoniylar sulolasi zamonasidagi bir mashhur qadimiy shahar bor. Ya'ni Qara Xoniylar sulolasining keyingi poytaxti. Buni Chingizxonlar kelib urush qilib, mag'lub qilib bu shaharni tuzlab o'tgan. Şu zamanda gayet cık adamlar bu uruş katnaşkan bu şehir kan denizga aylangan dostlar. Şu şehirnin ki harabisi asasen devletimiz alimleri müşeni tadqiq qilib chiqib, o'xshash qilib yasab o'zgartib chiqqan. Qarab baqsanglar bu yaşında qadimiy puraq ega. Shunda haybat. Qarsanglar butunlay kona shu qadimki zamandagi tuski alatda yasalgan qaranglar. Meyada bir juvaz var ekan. Juvaz degan biz yeydigan yağ var o, yağni yas chiqardigan bir xil zavod qadimki. Au kala aylanib, mau narsa cho'lgandan keyin o yerdan yağ chiqadi. Biz yeydigan suv yog'i degan narsa ashu. Nurg'un odamlar juvaz desa bilmaydi. Maningda chiqqan yağ intayin yaxshi bo'ldi, kuyib ketmagan bo'ldi, zishliq yuqori bo'lgan bo'ldi. Agar yağ yeb qolsanglar amal bor, juvaz mashinasida ishlab chiqilgan yağni yanglar. Mana men ayolim bilan chiqyapman, qarsanglar, bu ya shunda haybat ko'rinadi, qaranglar. Shunda isil sipil bayni shu o'tir asrdagi haybatli ko'rinishlar. Bu yerga kelib qolgan odamlar cho'qim xush bo'lasizlar, qaranglar. Bu yerning ismi Qog'iliq Naisi Loqyizki Shiitkar qadimiy shahar xarabasi. Agar sizlar Qog'iliq kelsanglar, cho'qim bir qitim ishga kelib o'ynab ketinglar do'stlar. Men menga bir kirib boqay. Mana qanday ekan desanglar, qaranglar, avu echilmabdi. Mana shu zamondagi odamlar ishlatgan yog'och harva, yog'och harvaning chaqi. Mana bu cho'gun degandek narsalar. Shu g'arbiy yurtdagi shu vaqtdagi belgilar odamlar ishlatgan bir narsalar. Mayan qarab boqaylik qanday qiyalab ekan. Qarsanglar, bu ya shunda kona, lekin odamga zo'q berdigan holatda ko'rindi hujum. Bu yerga bak aptap vaqt etkenmey, üçün kerak kelsanglar shundaq zo'qlansizlar. Ashun ishda qandaq narsalar bor. Qiziqsanglar, mush bosh sirtini besib ko'nju qo'yilib, Pinglon rayoniga guldan ishkin yo'llab qo'ysanglar, men mishani tapsida suratga oldim do'stlar. Hammani sizlarga yo'llab beraman. Men kelgan sayohatchilarga samsiy qilib yer ekanman. Samsiyning o'zini shakasanglar bo'ldi. Men mishani tapsida suratga oldim. Qiziqganlar bosh sirtini besib ko'nju qo'yib, oxirini ko'rsanglar bo'ldi.